Gaymaritni teshmasdan davolasa ham bo'ladimi? Hozir shu savolga to'liq javob berishga harakat qilaman. Men Murodov Ilyos Saimovich, mana shu lor sohasida 26 yillik stajga egaman. Hozirgi vaqtda zamonaviy davolash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Oldingi vaqtlari gaymarit bo'lganda, lor shifokorga murojaat qilganda gaymarit tasdiqlangan, o'shanda kulkova igolkasi yordamida funksiya qilingan. Ya'ni bunda pastki burun yo'li orqali borib, funksiya qilinib, gaymar bo'shlig'iga tushib, o'sha yuvilib, joyiga antibiotik yuborilgan, ya'ni teshilgan. Hozirgi vaqtda esa bu zamonaviy usulda, ya'ni endoskoplar yordamida funksiya qilmasdan tabiiy gaymar bo'shlig'ining tabiiy teshigi topiladi. O'sha yerga gaymar bo'shlig'ining zonti bor. O'sha gaymar bo'shlig'ining zonti orqali tushiladi. Ya'ni bunda anatomiyasi buzilmaydi. Ya'ni o'zining tabiiy teshigidan tushib, kirib, yuvib, joyiga antibiotik yuborilib qo'yiladi. Demak, bu igolka emas. Demak, bu funksiya qilinmaydi. Buni o'zi gaymar bo'shlig'ining zonti ham to'mtoq, ya'ni funksiya qilmasdan. Buning qulaylik taraflari birinchidan anatomiya buzilmaydi, bemor uchun ham juda qulay. Ertaga siz agarda gaymar bo'shliq o'zining soustiyasida bloklar bo'ladigan bo'lsa, zontlagandan keyin bu bloklar ham ochilib ketadi. Gaymarit bo'lishini, qaytalanishini oldi ham olinadi. Bu juda ham zamonaviy usulda. O'shaning uchun bemorlar oldingidek masalan gaymarit bo'lib qolsa, yo'q, qo'rqib men funksiya qilishdan qo'rqaman, funksiya yomon degan fikrga borish kerak emas. Lor shifokorga murojaat etsangiz, sizga zamonaviy usullarda tekshirib, o'sha endoskop yordamida agar gaymarit tasdiqlanadigan bo'lsa, zont yordamida kirib, yuvib, tozalab qo'yiladi. Agar sizda ham gaymarit bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, sizda funksiya qilmasdan zamonaviy usulda zontlab yordam beramiz.